Qoningiz kamayib, boshingiz aylansa, hech qanaqa dori-darmonlarsiz oddiy tabiiy usulda til pishirib yeganingiz ma'qul. Tilni esa hidsiz va mazali tayyorlash usulini o'rganib oldim. Butun tilni yaxshilab yuvib va qaynagan suvga bo'ktirib qo'yamiz. Sababi po'sti osongina tozalanishi uchun. Po'stidan yaxshilab tilni tozalab bo'lgandan keyin bo'laklarga bo'lib kesib chiqamiz. Maydalangan til bo'laklarini bitta idishga solib, ustidan tuz, murch va kashnich maydasini solamiz. Bulg'or qalampirlari, piyozlarni katta-katta qilib to'g'rab, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Endi tayyor bo'lgan go'sht va qolgan mahsulotlarni bankaga terib chiqamiz. Tilga lavr bargi va qora murchdan solsangiz, yanada mazasi zo'r chiqadi. Birin-ketin go'shtlarni hammasini solib, yaxshilab bosib, ustini qopqoq bilan yopib qo'yamiz. Qozonga muzdek suvni quyib, tayyor bo'lgan bankadagi go'shtlarni qo'yib chiqamiz. Bitta butun tildan 3 ta 1 litrli bankada chiqdi. Til go'shtini 6 soat qaynatamiz. Agar suv kamaysa, suv solib turishingiz mumkin. 6 soatda xil bo'lib til taomimiz tayyor bo'ldi. Agar sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga yuboring. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.